Gibrid. Gibrid. Cross. Cross deyiladi-da bu sigirchilikda. Ertalab sog'ilgan holatda turibdi, kechqurun sog'ilmagan hali. Gapni ochig'i. Hech qanaqa yelini Da. shirilmagan. Molni ustida kelishilinadi. Ko'tini qarayman. To'p-to'rt burchakmi? Voy. U kattaligini qarayman. Novoz bo'lib yotibdi. Mana bu ham semental tozasidan. Ko'ryapsiz? Turishini qarang. 4 tomoni to'p-to'rt burchak o'najincha. Va o'zim boshidan tarbiyalayman, o'zim qochiraman deganlar uchun o'najinlar ham bor. Sut bo'yicha galishtinmi yo sementalmi? Galishtin. Bunaqa kayf va mazani faqat mollar qiladimi, odamlar ham qiladimi? Assalomu alaykum, Roma Vetus kanali kuzatuvchilari. Anchadan beri ekranga chiqqanim yo'q edi. Sizlar uchun maxsus именно chorvani ishqibozlari uchun va chorva sevarlar uchun tayyor yetuk bo'g'oz semental sigirlarning fermasiga keldik. Bular birdaniga qisqa qilib qo'yamiz. Sotiladi. 13 bosh sog'in sigir bor bularning ichida. Shunaqa gigantlar, birontasi etini yo'qotmagan. Xo'p, 5 bosh bo'g'oz g'unojim bor. Jamshidbek ham kadr ortida turibdi. Xo'p. Gazishdan ikkinchi qoringa tuqqan. Men точно biladigan informatsiyam, mana shu o'zini qashlatayotgan tuqqan ikkinchi qorongami, uchinchi qoringa. Gazishdan точно ikkinchi qoringa tuqqan. Mana shu gazishdan ko'rsatingda, qaddi qomati yelini bitta ko'rsatingda Jamshidbek. Sut bo'yicha galishtinmi yo sementalmi? Galishtin. Endi savolning javobini o'zingiz ham bilasiz-ku. Doktor bo'lmasangiz ham bilasiz bu savolning javobini. Go'sht yo'nalishiga kelganda endi semental desa bo'ladi. Da, sut go'sht yo'nalishiga semental. Keyin mana bunaqa qizil sort nima ham bor. Bu bilmayman, Estonmi bu? Ayshetskiy parodami bu? Lekin gallan emas bu. Qizil gallanga o'xshatmadim men buni. Boshqacha ekan. Ha, bu boshqacha. Bu ham sut yo'nalishiga, bu ham bo'g'oz. Xo'p, 10 boshi bo'g'oz, 3 boshi ena bola. Bolasini ham kadrda ko'rib o'tasizlar. Uchta o'sha yangi tuqqanlari. 5 bosh g'unojin bo'g'oz birinchi qoringa. 10 ta sigir bo'g'oz va kimdir o'zi qochirib sigir qilaman va o'zim boshidan tarbiyalayman, o'zim qochiraman deganlar uchun o'najinlar ham bor. Videoni oxirigacha ko'rasizlar. Obzorni qilamiz hozir. Narxi oxirida har doimgidek. Ha, Jamshidbek? Albatta. Живой kadrlar sizlar uchun. Mana bu yerda polni tanalar, o'najinlar mana shu o'najinlar. Mashina mollarimi? Mollari, mashina sementallar bollarimi shular? Ha, endi urug' qo'yib olishgan shularni. Mana bu ham semental tozasidan. Ko'ryapsiz? Turishini qarang. 4 tomoni to'p-to'rt burchak o'najincha tanacha. Yasha. Mana bu yerda nimalar bor? Sal kattaroqlari bor. Sal kattaroq. O'kiz deydi-yu. Shu men boblari ekanda bu. Ha, ayni siz boblari. O'tgan safarga 4 ta olib bergan mollarimga olib borib para qilib qo'ysangiz agar, bir 4 tasini olib, ana ko'ribsizki, dumbalaqar, sut, bola hammasi bo'ladi. Turishini qarang. Bu yoqdagini buzoqlarni kadrga qo'yamiz, xudo xolasa. Ona bolalarni ketamiz. Ona bolalari chiqadi. Ular galishtindan qochganmi? Galishtin urug', sementalga galishtin urug' qo'yib olinganda, cross bo'ladi bu. Qanaqa bo'ladi? Dahshat narsa bo'ladi. Yo'q-a? Novosi ham, sigiri ham. Sigiri bulardan zo'r bo'ladi sut berishga. Novosi ham go'shtga o'sib ketib, vashcha mashina narsa bo'ladi. Gibrid. Gibrid. Cross. Cross deyiladi-da bu sigirchilikda. Bu zotga qo'shib cross qilib olinadi. Ayniqsa semental bilan galishtin demak yaxshi chiqishar ekanda, to'g'rimi? Zo'r kelishadi. Ular toza o'sha shahardan kelgan avstriyskiymi, qanaqa deydi? Rossiyskiymi, avstriyskiymi? Ha, o'sha chetdan kelgan sigirlar bular. Ko'pi chetdan sigir. Ana qiptazalam chetdan kelgan, onasi Germaniyadan kelgan. Limuzin spat turibdi-ku, to'g'rida, faqat tumshug'i oq. Limuzinda tumshug'i oq bo'lmaydi-ku, ana bizlarga qaradi. Ha, shu. Yaqinroq ko'rsatamiz. Ana shu. Bu ham bo'g'oz. Bu ham где-то bir 4 oylik, 5 oylik bo'g'oz. Men hammamizdan mana shunga havasim ketdi. Manangami? Chiroyli narsa ekan. Ko'ti balandroq. Ko'ti baland, oldi past, sigirni ko'ti balandi zo'r bo'ladi-da o'zi. Ko'ti baland sigir zo'r bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Oldi past. Sigirda ana shunaqa qilib tanlanadi. Xo'p, maydalashmaymiz. Hop. Narxni egalari o'zlaringiz aytasizlar dedilar. Siz o'zingiz chiqib ayting. Bu yoq deganimda yo'q dedilar. Sal kameradan sal
uyalar ekanlar. Telefonlarini qoldiramiz, o'zlaringiz telefon qilasizlar. Bemalol telefon qilib Xo'p. so'raverasizlar. Mana bu tarafdagi sigir va g'unojinlar, xo'p, 18 bosh bo'lsa agar 35 milliondan 55 milliongacha baho qo'yilyapti ekan. 5 million 35 million so'mdan 55 million so'mgacha baho qo'yilyapti ekan. Mana shuni chotga obzorni olib bering, yangi tuqqanni. Mana nima? Bu 55 million, 35 milliondan 55 millionga deyapsiz. Bu bolasi bilan ketadimi? Mana 3 ta tuqqan bolasi O'sha bilan. 3 ta tuqqan bolasi bilan ketadi, qolgani qorindagisi bilan ketadi. Qolgani qorindagisi. Bemalol kelib, qaysi birini kimdir tanlasa, o'zi qildirib yoki doktorni olib kelib, ko'rsatib, tekshirib olib ketishi mumkin. Mana shu joyida birdaniga olib ketishi mumkin. Xo'p, bularni narxiga keladigan bo'lsak, mana bu tarafda bu tomondagi narx, bularni adashmasam 11 ta deyishdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta 10 ta ko'ryapman. Bu yoqda 4 ta, 8 9 ta. 9 ta 11 ta deyishdida, yana ikkitasi Hop. ichkarida menimcha. Xo'p, 12 million so'mdan 25 million so'mgacha baho qo'yishyapti. 12 million so'mdan 25 millionga. Mana shularni, mana shu turishdi, mana shu burchakdagilarni. Men 9 ta sanadim. Mana shularni 12 milliondan 25 million so'mgacha baho qo'yishyapti. Menimcha mana bunaqa kichkina sementalni hozirgi kecha kunduzda hech qayerdan topib bo'lmasa kerak. Topilsa ham zahardan qimmat. Chunki chetdan mol kirmayapti. Molning narxi osmonda, 1 kilo go'sht so'yib olish falon pul, bitta sigir falon pul, chunon pul. O'zi narx ham normallashib qolgan menimcha. Hozirgi kecha kunduzda. Mana shunaqa baho qo'yilyapti. Quyug'i suyug'i olaman deganlar bo'lsa agar hammasini bir joyga kelib o'zlari bilan kelishadilar. Quyug'i suyug'iga baho qo'yishmadi. Molni ustida kelishilinadi. Ko'tini qarang buni. To'p-to'r burchakmi? Voy, u kattaligini qarang buni. Novoz bo'lib yotibdi, novoz. Necha kilo bor mana ular masalan? Hozir menga bo'yi masalan u yoqdan boshqacha ko'rindi, bu yoqqa o'tgandan keyin boshqacha. Ha, ana sut yo'nalish. Именно semental sut yo'nalishi mana shu. Manasimi? Chista sut yo'nalishi ana shu. Qachon ekan? Yelinni qarang, badanni qarang-da, kostlari sal go'shti kamroq bo'ladi bularni, ko'ryapsizmi? Ha, yelini katta ekan. Yelini ham katta, orqasini ham qarang, to'p-to'r burchak emas, sal galstein sifat bo'ladi. Ha, ana to'r burchakroq ekan. Ular go'shtga yaqinroq ulari. Ular go'shtga yaqinroq. Bularniki ham. Mana bu ham galstein, qizil galsteinga nima? Ukrainskiy qizil galsteinga semental gibrid turib. Ana shu. Aftini ko'rsating-da o'zi. Biladiganlar taniydi. Yuz tuzilishi boshqacha ekan buniki. Ha, sementalga tortmas, ko'ryapsizmi? Ha. Mana shu ham cross bo'lib, gibrid bo'lib dunyoga kelgan. Orqaligi to'p-to'r burchak galsteinnikida. Orqa to'rt burchak haqiqatdan. Sementalnikidek to'r burchak, galsteinnikidek deb. Galsteinniki uzun bo'ladi. Galsteinniki ariqroq bo'ladi. Mana galsteinning ko'tini ko'rsating, chista galsteinni. Lekin yelin bo'yicha chempion. Endi sut berishi bo'yicha Galstein baribir number 1 deydi-yu. Mana shu pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishadi. Videoni o'rtarog'idan chiqib boshlaydi o'sha nomerlar. Pastavkasi qanaqa bo'ladi buni? O'zlari bilan kelishishadi. O'zlari bilan kelishishadi. Mol Samarqandda, Qarshi kurukdan kirishda, Taxta bozorda orqa tarafida turibdi. Shunday darg'amjarlikda oldida lokatsiyasini tashab berishadi. Lokatsiyasini aytishi esdan chiqibdi. Mol Samarqandda. Mol Samarqandda. Selisk taraf deyiladi. Ha? Vodiydan olib kelish shart. Vodiyga borish shart emas. Sifatli mol o'zimizda ham bor. Faqat ko'pchilik sifatli narsani sotgisi kelmaydi. To'g'ri. Kamdan kam holatda chiqib qoladi, ulgurib olib qolsalar menimcha zo'r bo'ladi. Hammasi sifat mol, hammasi. Bironta qari, bukchaygan, chirrigan mol ko'rmadim men bularning ichida. Zo'r, haqiqatdan men hammasi sifatli mollar. To'g'risi ham-da. Olib sotar emas, o'zlari 1,5 yilmi boqqan bularni, 2 yil emas, 1,5 yilgacha boqqan, sigir qilaman deb vaqtlari bo'lmayapti ekan qarashga. Qaralganda molga borib, unaqa xaroba bo'lib. Yo, xaroba. Bular taralmagan hamda, eng qizig'i taralmagan, bozorga tayyorlanmagan mollar. Bir xilga mol furushlarda uyiga borasiz, tarab yotadi-yu, bloger keladi, reklama qiladi, sog'maydi, boshqa narsa qilmaydi. Mana ertalab sog'ilgan holatda turibdi, kechqurun sog'ilmagan hali. Gapni ochig'i. Hech qanaqa yelini ishirilmagan, dimlanmagan, boshqa narsa qilmagan. Bemalol yelinni terisini tortib ham ko'rishingiz mumkin. Bemalol. Dimlangan molning terisi tortilmaydi. Hammasi bo'g'oz.
uzi qildirib, bemalol tekshirtirib olib ketishsa bo'ladi. Nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Bu videoni choradorlar fermasiga tashlaysizlar. Bunaqa mollar bu kecha kunduzda juda kamdan kam sotiladi. Aloqaga chiqib tirs. Videoga like bosib, videoni ko'proq podelitsiya qilinglar. Tanishlaringiz mollik bo'lsin. Hozir kecha kunduzda. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.